1288 ko'yliq jo'zini 888 ko'yga bugun faoliyat qilib chiqarib yutibdi bolalar. Manda xo'sh xabarni atdigan bir Yasin deb bir yaxshi o'tadigan bir savoqchim bor telefon qilibdi. Men restoran ochdim. Mata shuvqatni senga berishni unutib qopdim-a. Hozir tuyuqsiz yordam keldi deyishim, tez suratda chiqarib bergan men hayajonlanib turib chiqadim. Hammanglarning ayollar bayrami muborak bo'lsin. Koinotdagi barliq ayolg'uch xonim qizlar, shu suyimli xonim qizlar, şu ayal bob kelgan, ayal bob törelgen hammanglarning bayrami muborak bo'lsin. Bugun cho'qim go'zal o'rlashtirishlarni qildinglar. Shu yaqin yo'riqlaringlar bilan, do'st yaralaringlar bilan, urug' tuqqanlaringlar bilan yig'ilyapsizlar. Ürümçi bek çoğun şehir boğan bilen muşundaq yet bayramlarda oltırdığa yet apamay qalmız. Nəgil qarsaq nayit qaynam taşqalıq boğaşqa cıq vaqtlarda şundaq yığılışlarını orlaştıramay qalmız. Naq şu vaqtda bugün muşu Yasin degen savaqçımdan restorani. Bu restoran qayerdə desanglar, Sübi restoranı bilsizlər vallahi. Şu Sübi restoranı hazır Marjan restoranı deb özgertipdi. Şu Marjan restoranında bugün kat fəaliyyət qıldı. Yani Efendim Yödüyünün vallahi. Efendim Yödüyünün tarmağıdakı şəhər ansambili bugün şu yerdə naqş etmoqchi ekan. Əslidəki 1288 ko'yliq jo'za, bu jo'zun içində üstüdə meyvəçi və sağızlardan dadı peyz tizbirdi ekan. Onundan başqa tamaqları çıxırdı ekan. Bugün şu 1288 ko'yliq jo'zini 888 ko'yliq chiqirib beribdi. Tayya musiqalarni anglagaş, aşağıda xanım qızlar chiroyli ko'ngilni açqaş, o'ltirdigan yet tapamsanlar shu yerga beringlar demoqchi. Shu yerda o'tirib kelinglar demoqchi. Shoma hozir telefon nomerini deb beray. 0991 85 21 666 0991 85 21 666 numaraga telefon uringlar. Mana atdiganda musavaqchi menga shipping yo'llabdi mana. Salam dostlar, yaxshimizlar. Biz Efendilar ansamblining tarmoqidagi shahar musiqa tirti. Hozirgi xonim qizlarimizning shunaqla ayollarimizning jamiyatdagi o'rni kun sari yuqori ko'tarilayotgan mana shunday jamiyatimizda biz ajoyib bir xosiyatli bayramni, ya'ni 8-mart ayollar bayramini kutib olib turyapmiz. Shu munosabat bilan bizning musiqa tirtimiz mana shunday faoliyat qilibdi. Shunga mush ehtiyoj bala kesh o'tirgan o'rin topamayotganlar mush restoranga borsanglar bo'g'dak shunga tez surat e'lonni chiqarib yubordim. Əmsə bayramlar mübarək olsun sizlər. Süymə.